Xalq deputatlari Andijon viloyat kengashi deputatlaridan iborat 25 nafarlik delegatsiya a'zolarini Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov boshchiligida xalq deputatlari, viloyat, shahar va Sharof Rashidov tuman kengashi raislari, kotibiyat mudirlari, kengash a'zolari hamda keng jamoatchilik vakillari non va tuz ila tantanali qarshi oldilar. Dastlab mehmonlar e'tiboriga assalom tong, sog'lomlashtirish mashqlari namoyish etildi. Shundan so'ng mehmonlar xalq deputatlari Jizzax shahar kengashi binosiga taklif etildi. Dastlab barcha kengashning majlislar zalida to'planib, Jizzax shahrida amalga oshirilayotgan yangilanishlar, mazkur tashrifning ahamiyati, deputatlarning xalq vakili sifatida joylarda olib borayotgan ishlari samarasi, ularning mahalla yettiligi bilan hamkorligi, sohadagi ijobiy yutuqlar va amalga oshirilayotgan ishlar borasida o'zaro fikr almashib, takliflari bilan o'rtoqlashdilar. Bugun bemalol aytamiz, biz sanoatga ixtisoslashadigan shiddatli hududlardan bittasimiz. Oxirgi yillarda bizni keng rivojlanyapti, avtomobil sozlik sanoati rivojlanyapti. Uni lokalizatsiyasi, atrof yana keng foydalanadigan taraflarimizdan bittasi bizni qurilish materiallari ishlab chiqarish keng tus olgan hozir bir nechta sanoat korxonalarimiz bor, kooperatsiyalarimiz bor, kerak bo'lsa klasterlarimiz bor, ana shu yo'nalishda ishlaydigan. Xuddi shunday albatta sirachalik bo'lmaymiz-ku, lekin xizmat sohasi ham bosqichma-bosqich bizda rivojlanyapti. Umumiy hisobda faqat bu hayot qishloq xo'jaligidan, faqat paxtadan iborat emasligini oxirgi 9 yil, 10 yilda biz anglab, xuddi shu yo'nalish bo'yicha yangiliklar izlanish ustida ishlaymiz. Shundan so'ng Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov va kengash a'zolari tomonidan mehmonlarga esdalik sovg'alari topshirilib, bu kabi tashriflar o'zaro hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlanishda zamin yaratishni ta'kidlab o'tishdi. So'ngra xalq vakillari shahar kengashida deputatlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, kengashda doimiy komissiyalar ishini tashkil etish, nazorat-tahlil tadbirlari, deputatlarning saylovchilar bilan tizimli ishlashi va sessiya majlislarini o'tkazishga oid faoliyatlari, hujjatlar bilan yaqindan tanishdilar. Shundan so'ng barcha mehmonlar hamshahrimiz, davlat va jamoat arbobi, atoqli adib Sharof Rashidov xiyobonida jam bo'lishdi va barcha yig'ilganlar tantanali ravishda saf tortib, Sharof Rashidov haykali poyiga guldastalar qo'yib, uning ruhiga chuqur hurmat va ehtirom ko'rsatishdi. Xalq deputatlari Andijon viloyat kengashi raisi boshchiligida xalq deputatlari, viloyat kengashi kotibiyati xodimlari, viloyat kengashi deputatlari hamda tuman kengashi deputatlari va kotibiyatlaridan vakillardan iborat delegatsiya bugun Jizzax viloyatiga tashrif buyurdik. Dastlab kelgan paytimizda bizda shunday bir taassurot uyg'ondiki, Jizzax viloyatida juda katta obodonchilik, juda katta bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Dastlab mana Jizzax viloyati hokimligi, xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashiga borib, u yerda amalga oshirilgan ishlarda, u yerda deputatlar uchun yaratilgan sharoitlarda va ularning faoliyatini, ular amalga oshirayotgan ishlarda, ularni hisobdorlik va ularga ijro hokimiyatiga qo'sh qanot bo'lib yordam berayotganligini ko'rib, biz ulardan juda ko'p narsalarda o'rgandik, bilgan narsalarimizni ularga o'rgatdik. Muhtaram prezidentimiz olib borayotgan odilona siyosatda ikki qanot bo'lib, bu O'zbekistonni butun dunyoga tanitishda o'z hissalarini qo'shishga chaqirib qolaman. Shundan so'ng mehmonlar xalqimizning atoqli farzandlari, baxt va shodlik kuychisi, betakror ijodkorlar Hamid Olimjon va Zulfiya xonim xotirasiga bag'ishlab barpo etilgan yodgorlik majmuasida ham bo'lib, bu ikki ijodkorni ziyorat qilishdi. Jizzax viloyatining insonlari, Jizzaxning insonlari juda ham samimiy ekanligini va ularning ob-havosining shunday tiniq ekanligini ham bir qatorda aytib o'tmoqchiman. Biz asosan tajriba almashuv maqsadida biz Jizzax viloyatiga tashrif buyurdik va shahar hokimi bilan uchrashdik va ular kotibiyat mudirlari, kengash raislari bilan uchrashdik va nafaqat deputatlar bilan, doimiy komissiya raislari bilan, ular bilan birma-bir gaplashdik. Hujjatlar, ish hujjatlarini ko'zdan kechirdik. Doimiy komissiyalar ish faoliyatlarini ko'rganimizda har bittasi nuqtai nazardan borib joylarga o'rganib ishlayotganliklarini aytib o'tishdi. Va buni bizga asoslab ko'rsatib berishdi. Biz bundan o'zimizga ham xulosa chiqardik, o'rganish kerakli, bir-birida tajriba almashinuvi jarayoni yaxshi ekanligini va bu yaxshi natija berayotganini guvohi bo'ldik.
Ha, deputat xalq noibi. Fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini hamma narsadan ustun qo'yib, uni hal etishga ko'makdosh insondir. U ochiqlik va hisobdorlik, o'z vakolati doirasida qonun me'yorlaridan tashqariga chiqmagan holda mustaqil va erkin harakat qilmoq lozim. Bu kabi uchrashuvlarning o'tkazilishi esa o'zaro tajriba almashib, ushbu yo'nalishdagi ishlarni yanada yangi bosqichga olib chiqishda muhim turtki bo'lishi shubhasizdir.